Konor bilan urushsam, men urib qo'yaman. Chunki men ishonchimda o'zimga. Konorda misol uchun oyoq bilan zamok olsam bo'ynidan. U birdamda birinchi raunddan o'tmaydi-da. Charlie Oliversmi, u ham menga muammo tug'dirmaydi o'ylayman. Bitta shu Gedji bilan stoykada qo'l oyoq daq. Shu bilan jicha bir ikkinchi raundda ham o'tkazib, uchinchi raundda ama Gedjida shu nokaut bilan tinchsam kerak deb o'ylayman. Chunki ular meni darajamga, o'rnimga to'g'ri kelmaydi deb o'ylab qarasam. Chunki men mana shunaqa 2 marta, 3 marta havoda inalib salta tepsam, misol uchun birdaniga uchalasini ham qulatib qo'yishim mumkin. Buni Xudo biladi, to'g'ri. To'g'rimi axir? Fikrlaring. Qanaqa kitoblar o'qiyman? Ko'proq Alisher Navoiyni ko'proq o'qiyman. Ay malada Amirjon Mojik. Amir Temur bobomizning kitoblarini o'qiyman. Otang ham shunday mujik odam edi. Sen ham shu otang qarab ketsan. Ko'proq Chingizxonning kitoblarini o'qiyman. Rahmat. Otangga rahmat. Zaten oyiga 70 million, 80 million pul topsangiz aka, siz ham onasiz kibrlanib ketasiz. Siz ham kibrlanib ketasiz, oyiga 70 million, 80 million pul topsangiz. Gapirmagan tillaringiz onasi demsin. Nima deydi baydan? Vasafning sipida aylanib qoladi onasi demsin. 80 million, 90 million siz ham pul topsangiz oyiga. Meni Tayson tog'alaringda bundan keyin hech kim bezovta qilmasin. Mana shu milsalarga aytib qo'yinglar. Izi boryapti emash. Rossiya kelganimdan bir to'xtataveradi, onasi demsin. Men blogerman. Naqi kira men to'xtatishga nima haqqi bor? Nima haqqi bor meni to'xtatishga? Blogerman. Mana Rossiya izi boryapti. Har kim to'xtatadi, milsa xudoni bergan kina. Dakimit deydi. Sparabka deydi. Har kina shohvot. Har ikkini ichkinda. Ishlab oladi. Blogerlarni ishlab. QVZ shouda bizani rasmimizni nagili qo'yib, ustidan kulib, nimadirlar qilib bir ersiragan opa Tayson deydi nomini, o'lib tayog'ida nimadirlar degan. U Tayson o'zga yurtga borib 2 marta bayroq ko'tardi. O'zga yurtli raqibini o'z yurtida tor-mor qilib O'zbekiston bayrog'ini yuqoriga ko'tardi. Senlar undan ko'ra ayol kishisan. Qisibgina uyda o'tirish kerak. Agar bizaga o'xshagan erkakni qo'liga tushsang, biz qanaqa tarbiya berishni o'zimiz bilardik. Bilmadim, endi borku, nima deyish kerak, nima qo'yish kerak. O'sha yerda realni bo'lganimizda to'g'ri narsa bo'lmasdi, borku. Qamog'iga yoki boshqa narsasiga qaramasdan o'sha yerda nuqta qo'ygan bo'lardik. Ayol kishi bo'lasanmi, erkak kishi bo'lasanmi? Bundan keyin hurmatingni billaring borki, bundan keyin hurmatingni billaring. Biz Qashqadaryo, Surxondaryo bolalari biz. Bizning o'rnomimiz o'limgacha boradigan narsa. Jasurga qo'ng'iroq qilasiz. Qisqasi boshingizga ish tushib qoldimi, nimadir bo'ldimi, nimadir bahona aytasizda, 20 million so'm pul so'raysiz. Bo'l. Darrov kartamga tushirib ber, bahona kerak emas, do'stim, tez deb. Biz qanday qilib uni yozib olishimiz mumkin o'ziga bildirmasdan. To'g'ridan-to'g'ri vizual yozib olamiz. Xo'p, biz jim turamiz. Alo. Oshna yaxshimisan? Sog'lig'ing joyidan? Yaxshi rahmat, oshna qanday mazingiz zo'rmi? Ha, yaxshi. Oshna bitta iltimos bilan chiqyapman-da. Qanday iltimos oshna? Nima qilib bo'lsa ham hal qilishing kerak edi oshna. $1000 pul kerak edi oshna. Nima qilib bo'lsa ham kechgacha hal qilib berishing kerak jo'ra. Vaqti vaziyat og'ir. Iltimos sendan. Bilasan, sendan boshqa ishonganim yo'q jo'ra. Boshla Shukur aka Mo'ynoqqa ketganda, O'zbekiston ketganda biladi, menga ham bir Shukur akadan boshla, shu desam boshla 4 million va 5 million deydi, molning jim qarz qilib qo'ydimda, bilab, shuni hali shuni